Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar, bugun sizlarga 3 dona naslli novvos xunojinlardan bor. Shularni obzorini qilib beramiz. Mana chiroyli qilib. Xunojin, bunisi mana gibrid buqacha. Sizlarga mana zotga tushadigan, naslga tushadigan toza simental buqa ham bor mana hurmatli obunachilar. Mana haqiqiy 100 ga 100 zotga bemalol yaraydigan, tushadigan, mana oyoq qo'li ham stakan tuyoq polvonidan zo'r izlaganlarga sizlar uchun topib qo'ydik mana hurmatli obunachilar. Biz bugun Namangan viloyati Norin tumani Tegronbosh mahallasidan mana kichkinagina fermachadan sizlarga obzorini qilib beryapmiz. Shu joyda 3 ta sotiladigan yaxshi naslli mollarimiz bor. Sizlarga yaxshilar narx-navolarini yoritib beramiz mana. Bu simental buqa endi yoshidan o'tdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Zotga tushadigan, yeb ichishi yo'q, hamma yo'g'i sog'lom holatda mana. Kallani ham ko'ryapsizlar, quloq shalpon quloq. Mana yuvoshligi ham zo'ridan ekan mana. Bo'yiga kelsak 1.30 plyusda. Vesi 400 kg plyusda mana. Gardan uzun. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Sifat ham zo'r. Simental buqa. Mana hammasini bir boshdan ko'rsataylik, keyin narxini aytamiz hurmatli obunachilar. Mana bu xunojin. Bo'ylari kelsak 1.15 plyusda, rasi ham enasi 25 ta 30 ta sut beradigan sigirdi, bolasi hurmatli obunachilar. O'zi hozir idishini ham ko'rishingiz mumkin mana. Idishlar ham zo'r mana. Zagonda yuribdi odamdan. Endi men beganaman, beganasi edi. Yosh oyligi 3 oylikdan o'tgan xunojin hurmatli obunachilar. Sigir qilib olaman deganga mashina bor, o'zim tavsiya qilaman. Zakonni sigir bo'ladi xudo xolasa. 20 ta oshiq sut beradigan sigir bo'lib beradi. Bu joyda mana gibrid buqachani ham originalidan bor mana. Bo'ylari 1.20 ga yaqinroq. Mana ko'ringlar. Haqiqiy toza gibrid buqacha. Buni ustiga kelib bemalol enalarini ko'rib olishingiz mumkin mana. Buni enasi hurmatli obunachi 1.60 baland. Mana buni enasi simental urug'dan tushgan novvoscha mana ko'rib turibsizlar. O'zi tushungan, bir ko'rishda tushunadi bularni mana. Bu buzoqlar ikkalasini ham enasi shu joyda. Bemalol mana xunojini ham sigir qilib olaman deganlar enasini ko'rib qizini ol deydi-yu, bemalol kelib ko'rib olaverasizlar mana ustida. Sifatli buzoqchalar. Narxiga kelsa hurmatli obunachilar, ikkalasini jupiga 48 million. Ozgina endi xayri bor. Dehqon akamizda hurmatli obunachilar, bemalol ekranda nomerlar bo'ladi. Kelib ko'rib olaman desalar, lokasiya tashlab beriladi. Kelib bemalol kelib savdosini ko'rib novvos desalar, novvosidan mana o'tda ham sifatli buqacha. Shoxlari kuydirib qo'yilgan. Mana bunisi xunojin. Sigir qilaman deganga shuni o'zim tavsiya qilaveraman mana. Yaxshi urug'dan tushgan bu ham. Enasi 25 ta oshiq sut beradigan sigirni bolasi hurmatli obunachilar. Sifat zo'r. Idish hozirdan mana ko'ringlar bor. Jupiga 48 million kami bor. Xunojinini yo novvosini tanlasanglar unga qarab ozgina plyus minusi bor. Mana. Simental buqamizga kelsak, simental buqamiz 40 million kam bor, narx aytilyapti. Endi bunchalik qilishda o'zi oson emas hurmatli obunachilar. Sut emdisini o'zi shuni yarim puli bo'lyapti. O'zimiz ham olyapmiz, mana sotayotganlarni ham ko'ryapmiz. Kichkina bir haftalik, bir kunlik bo'zagini ham shuni yarim pulga olinyapti. Bunga 1 yil mehnat qilib qo'yilgan, shunchalik qilib. Mana hozirdan o'sha zotga tushaveradigan bo'lib qolgan mana ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r, yo'g'onidan. Bu mollar hammasi dehqon akamizning xonadonida. Savdosini kelib bemalol qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu buqa ham tondan uradigan novvos bo'lib beradi. Buni enasi hazil mol emas hurmatli obunachilar. Mana karobka ham
zo'r mana. Ko'ringlar. Mana shuni juplab olib, katta bo'lganda ham juplab olsanglar bo'laveradi mana. Yaxshi buzoqlar tushadi bundan. Bemalol narx-navoni hamma joyga solishtirib olaverasizlar mana. Xuddi shunaqa buzoq qancha bo'lyapti? Mana jupiga 48 million bo'lsa, 24 milliondan narx aytilyapti endi. Doniga hisoblasangiz, endi plus minusi bor donaga. Jupiga 48 kam bu. Simental buqani ko'rdinglar mana. Endi mana shunaqasini solishtiringlarda, o 50 million, 55 million kam bor deb yorishyapti. Endi bu dehqon akamiz zaruratdan sotuvga chiqyapti. Bilasizlar, dehqon pul zaril bo'lmasa, mol sotmaydi. Shuning uchun narxi sotiladigan qilib, yo'lida qilib narx qo'yilyapti mana. Yuvoshligi yuvosh, sog'lom, yeb-ichish zo'r. Urug'ga bemalol yaraydigan buqa, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Lekin sigir qilib olaman deganga mana shu bor-u, original sigir bo'lib beradi. Biz sigirlar ko'rib turibsizlar-ku, 5-10 ta suti bor sigirda ham 50 million kam bor deb yorishyapti. Bu hani sigir bo'lib bermaydi, xudo xolasa. Bittadan like bosib yuborasizlar shu yerga. Hamilaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.